Arafa kuni tutilgan roza 1000 kunning rozasi kabidir. Arafa kuni tutilgan roza 1000 kun roza tutganning savobini beradi. Kecha Arafat kuni roza tutgan birodarlar muborak bo'lsin shu bashorat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abi Qatodadan rivoyat qilgan izlatadilar. Savm Arafata kaffaratu sanatin qablahu va sanatin ba'dahu. Arafat kuni tutilgan roza 2 yilga kafforat. Ya'ni avvalgi 1 yil va keyingi 1 yil. Payg'ambarimizning yana bir hadislarida Arafat kungi roza 1 yil avval o'tgan gunohlar va 1 yildan keyin keladigan gunohlarning kafforati bo'lishini umid qilaman degan. Mana uchala hadisni qo'shadigan bo'lsak, demak Arafa kuni tutgan, roza tutgan odam, Arafat kuni roza tutgan odam 1 yil avvalgi gunohlarni kechirishiga sabab ish qildi.